Yaponiyada 8 kun eng zo'r joylarda sayohat qildim. Qancha pul ketganini oxirida aytaman. Birinchi o'sha mashhur odamlarga salom beradigan kiyiklarni oldiga bordik. Rostdan salom berishar ekan. Odamlardan qo'rqmasdan shahar o'rtasida bemalol yurishar ekan. Undan keyin bambukli o'rmonni tomosha qildik. Kyotoga borib esa yoshligimizdagi Jumong tangemlarning kinosiga tushib qolgandek bo'ldim. Yaponiyani tabiati juda ham chiroyli ekan, lekin Umid faqat kalta yubka kiygan qizlarga qaradilar. Keyin Harry Potter va Disneylandga borib, sevimli qahramonlarimni ko'rib bolalikni esladim. Umid aka bu yoqda ham kalta yubkali qizlarga qaradilar. Sushini vatani Yaponiyadan original sushi yedim. Ramyon ham ichdim. Dunyodagi eng mashhur peshixodga bordik. Farsajda ko'pchilik ko'rgan bu yerni va yana dunyodagi eng baland teleminoraga chiqib, 36 million aholiga ega Tokio shahrini ko'rdik. Gullar festivalini ko'rdik. Juda ham chiroyli ekan. Yo'l-yo'lakay Fuji tog'ini tagida raqsga tushib tomosha qilib ketdik. Umumiy xarajat bo'lsa bir kishiga $2950 dan tushdi. Pullaringlarni ortiqcha dabdaba, tilla, brilliant ishlatgandan ko'ra sayohatga ishlatishinglarni tavsiya qilardim. Fikrimga qo'shilasizlarmi?